Xo'sh, tugatdik. Yana bitta uстановка jarayonlarini. Bugungi manzilimiz Sirdaryo viloyati Farhod Bish posyolkada biz yangi yerdan o'tgan, havosdan o'tgandan keyin endi biladiganlar bor. Anonga yetmasdan, Katlovonga yetmasdan Farhod Bishda biz xudo xolasa. Xona sal qorong'uroq, mana bu svet kiymagan ekan, ya'ni lampochka svet uzilgan. Shuni hisobiga sal qorong'u xonamiz. Xo'sh, mebelga o'tamiz. Mebelimiz uzunasiga 240, balandligiga ham 240. Bu bitta shkafning o'zi bo'ladi. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Qirilmasligiga, chizilmasligiga xudo xolasa 100% javobini beramiz. Ana sizga ichlari. Xo'p, qaranglar. Tippa отдельно xona, pas отдельно xona. Xolasangiz bir xillar pasini yonga suriladigan koreyska deydi-ku. Koreysiz koreyska ham qilib beramiz. Muammosi yo'q. Endi qarang yopilishlarini. Mana hammasi oshim-moshlar vakuumdan bo'ladi. Ruchkalari ham mana original temir ruchkadan bo'ladi. Sizga yuqorisi. Yuqorilari ham ichlari 50 sm bo'ladi. 45 sm emas, o'shasiga aldanib qolmaysizlar degan umidda biz ruchkalar aytganimizdek originaldan. Xo'p, bu tarafi mana. Bu tarafi kalta kiyimlarga mo'ljallangan. Tepada bitta, pastida bitta. Ko'rindi? Oshimoshlari har doimgidek 4 tadan bo'ladi. O'rta tarafimiz kiyim taxlashga bo'ladi. O'rta taraf oyna, xolasangiz yo'q uka, menga mana bu oyna kerak emas, bolalarim sindirib qo'yadi desangiz, oynani har biriga 50 ming so'mdan pulini chiqarib tashlaymiz. Sizga 100 ming so'mga yana ham arzonroq bo'ladi. Ana sizga bu taraf. Ikkita tortmacha, xohlasangiz tortmacha, xohlasangiz splashni eshik qilib beramiz, muammosi yo'q mana sizga. Bitta sefchi aytsangiz ham sefchi nasib bo'lsa qo'shib qilib beramiz, muammosi yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilish qo'yasizlar. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastavka ustanovkasini xudo xolasa ichidagi chiroyli qilib beramiz. Zakaz qilishingiz uchun nomerlar qoldirganmiz, aloqa qilish qo'yasizlar. Zakaz qilasiz, 3 kun, 4 kunda zakazingiz tayyor bo'ladi. O'shani hisobini o'qinglar. Hamma narsa hozir onlayn bo'lib ketgan. Biz ham onlaynda ishlaymiz ko'proq. Demoqchi bo'lganim, ishonchli, telefon qiling, telefoningiz postoyan ishlab turadi, muammosi yo'q. Bizga boshdan 300 ming turizm zaklatib berasiz, keyin qolganini mebel uyingizga borib, xuddi shunday taxlagandan keyin qolgan pul sanab berasiz. Salomat bo'ling. To'ylarda tuzalinglar.